Bu inson miya hujayralari dunyodagi birinchi tirik biologik superkompyuterni quvvatlantirmoqda va u miya yordamida juda ham tez rivojlanmoqda. Ammo savol tug'iladi, agarda u ongga erishsa nima bo'ladi? Uni o'chirish axloqiy jihatdan noto'g'ri bo'ladimi? Chunki bu miyani o'ldirish hisoblanadi-ku. CL1 bu 800 mingta inson miya hujayrasini o'z ichiga olgan tirik anakartaga ega kompyuter. Lekin nega olimlar kompyuterlarga joylashtirib sotish uchun inson miyasini o'stirishmoqda? Oddiy kompyuterlarga muammolarni qanday hal qilishni o'rgatish kerak bo'lsa, bu inson miya hujayralari o'z-o'zidan o'ylaydi va o'rganadi. Ular xuddi inson kabi nima qilish kerakligini o'zlari aniqlaydilar. Neyronlar signallarni yuboradigan va qabul qiladigan simulyatsiya qilingan dunyoda mavjud bo'ladi. Murakkab vazifalarni hal qilish uchun talab qilinadigan quvvat miqdoriga kelsak, bu insoniy kompyuter oddiy superkompyuterga qaraganda 2 million marta samaraliroqdir. Mini dronni barqarorlashtirish va uchirishni o'rgandi hamda naqshlarni aniqlashni silikon modellariga nisbatan ancha tezroq o'zlashtira oladi. Hozirgi paytda ularning har biri $35 ming turadi. Ammo xaridorlar uni olishdan oldin laboratoriya guvohnomalari va axloqiy tasdiqni ko'rsatishlari shart.